Çalıp hor ve sazını yarım alandan hayalım. Çalıp çalıp hor ve sazını yarım alandan hayalım. Epeydi dilde girazını cevapsız bana.
Ayrılışlar kamçılar atlar, belasını yaman zindatlar. Gülücüde ortalarında atlar, gülücüde ortalarında atlar. Ay çabuk çabuk yürgen koylar, şirin bana, sen bana. Şirin bana, şeker bana, çay bana. Ay çabuk çabuk yürgen koylar. Kamçılar ağlar, neresine yaman sedatlar.
xonadonlar nomidan tabrik izhorlarida bahramand bo'lsak, ayni maqsadga muvofiq bo'lardi. Ismoil aka marhamat kelasiz. Shaxsan bugungi ketamiz. Sen o'zing Ismoil aka marhamat kelasiz. Söz berganingiz uchun rahmat. Mana bugun Botir akaning xonadonida to'y tantana. Bunun sababchisi albatta kuyovimiz Esonjon. Singlimiz Dinozaxondan baxt topsar kechasi. Shu fursatdan foydalanib mana 2 yoshga baxt, saodatli bo'lsin. Xudochilik, menchilik bo'lsin. Hamisha to'yxona bo'lsin. Söz berganingiz uchun rahmat. İsmail'in gapini tasdiqlagan holda men ham shu kelin singlimni shu yerga tushyapti. Men ham ochiq qishloqdaman. 20 yildan men shu arada ishlayman. Shu singlimimiz baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Ota-onasiga xizmat qilsin. Mardiylar xonadoni juda ajoyib xonadon endi bular. Keng xonadon. Shunga biz taxtni baxtli tilaymiz. Ömür o'tsin, baxtli saodatli bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin. Yana kunlarda yana bitta shu tantanamdan kelaylikda tugatdik. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat tabrik izhorlari uchun. Demak, qo'shaloq qilamiz. Shaxsan xonadonimiz sohibi bo'lgan Botir akamizning sinfdosh o'rtoqlar davramizda aziz mehmonlari bo'lib o'tirishdilar. Ana shunday insonlarimizdan Norqulov Yusuf akamizni davramiz taklif etsa edi. Tabrik izhorlari aynan do'stlar, birodarlar, yaqinlar tomonidan tabrik izhorlarida bahramand bo'lsak, ayni maqsadga muvofiq bo'lardi. Yusuf aka marhamat kelasiz. Shaxsan do'stingizni xonadonda bo'layotgan baxtli kunlar bilan, kelinlar bilan, qolaversa jajji farzandlarimizni xatna to'ylari bilan, undan tashqari onajonimizni 70 yoshlik yubileylari bilan muborakbod etasiz degan umiddamiz. Xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Mordonovlar xonadonida katta to'y tantana. Bu to'yni sababchilari nevaramiz Esonboyning baxt va visol kechasi bo'lyapti. Hamda onajonimizning 75 yoshlik yubileyi. Hamda jajji ukachalarimizning xatna to'ylari bilan. Men bularga baxt tilayman, baxtinasa taxt tilayman. Kelgan kelin joydorcha qilib aytganda moyli qadam bo'lsin. Mana shu o'sib kelayotgan yoshlarimiz mustaqil O'zbekistonimizga xizmat qiladigan yaxshi yigitlar, yaxshi insonlar bo'lib yetishsin. Nima ham deymiz? Har bir O'zbekda xonadon to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mana shu yerga kelgan har bir insonning uyida to'ylar bo'lsin. Men sizga rahmat aytaman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli. Rahmat rais. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ot o'rnini toy bosar deganlar. Shaxsan jajji farzandlarimiz Toshpo'lat akam, Bag'din akam qolaversa, Botir akam kabi yaxshi inson bo'lsin, inson bo'lib voyaga yetsin qolaversa, kuyov bolamiz Esonjon uchun Esonjonga o'xshab yaxshi go'shankalarga kuyov bo'lsin deb tilak qilamiz va tabrik izhorlar davom ettirar ekanmiz. Shaxsan Toshpo'lat akamizning sinfdosh o'rtoqlari nomidan O'ktam akamizni davramizni taklif etamiz va tabrik izhorlarida bahramand bo'lamiz degan umiddamiz. O'ktam aka marhamat kelasiz. Sinfdosh o'rtoqlar nomidan shaxsan Toshpo'lat akamizni, jajji farzandimizni, baxtli kelin kunlarimizni, qolaversa onajonimizni baxtli kunlar bilan muborakbod etasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Shu o'tirishimizning sababchisi bo'lgan 2 yosh va sinfdoshimizning nevaramizning sunnat to'ylariga munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Xullas 2 yoshga baxt tilayman. Shu Salim opa sog' bo'ling. Xudo bergan umrni ko'ring.
Shu bolalaringizni rohatini ko'ring. Ko'taring azizlar oltin qadahni dunyoda otalar borligi uchun. Ko'taring azizlar oltin qadahni dunyoda onalar borligi uchun. Ko'taring azizlar oltin qadahni yigitlar sardori Kuyov Esonjon uchun. Ko'taring azizlar oltin qadahni qizlar malikasi Zulfiyaxon uchun. Shu baxtli bo'linglar. Nevara shu xalqqa xizmat qiladigan yaxshi yuragi toza inson bo'lsin. Salimona sog' bo'ling. Shu bolalaringizni baxtiga hamisha sog' bo'ling. Rahmat so'z berganingiz uchun. Shu arzimagan sovg'a bor edi. Shu davraga ko'tarib kelishda iloji bo'lmadi. To'g'ri xonaga yozib qo'ydik. Rahmat so'z. Salomat bo'ling, rahmat. Xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Nevara to'ylar muborak bo'lsin. Bugun do'stlar davrasida o'tiribsiz. Yaxshi kayfiyat, yoqimli tilaymiz. Shaxsan Alisherjon dadalari, Baxtiddin akamizni ham do'stlari, birodarlar, yaqinlari davramizda aziz mehmon bo'lib o'tirishibdi. Ana shunday insonlarimizdan Lutfulla akamizni davramizga chorlab qolamiz. Yaqinlar nomidan marhamat kelasiz. Shaxsan do'stingizni qolaversa nabirangizni baxtli kunlari bilan keling kunlarimiz Esonjon Dirazaxonning quvonchli kunlari bilan muborakbod etasiz degan umidamiz. Marhamat kelasiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Kechamiz sababchisi bo'lmish mana shu kelin-kuyovlarni, to'y bolalarni umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Nimaiki dunyoda yaxshi niyatlar bo'lsa, shularga tilaymiz. Mana shu Baxtiddin jo'ramizga arzimagan sovg'amiz bor edi. Shuni qabul qilishni so'raymiz mana shu do'stlarimizdan.